Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, vakil mijozlari. Men Tegirton bank komissiyasi rahbari Qanday Shavkatman. Sizlar bilan 2020 yilning 6-sanasida soat 10da uchrashuvlarimiz. Bunday kundan aktiv munosabatlarimizni yanada gapirishamiz. Fikrlashdan mumkin. Bunday muammolar bo'lsa. Men Chakshanbek Mehriniso. So'rayman. Hokim yordamchisi bizga tavsiyanoma yo'naltiradi, hokimlarimizga yuborasiz, elektron ko'cha olasizda 3 kunda nazarda tutib, 3 kunda beradi. Men Abdalning birodar xo'jayiniman. Men yaktimizga 100 ming qarz berishni so'rayman. Yaktimizga imtiyoz beramiz, 3 ming qaror asosida. Aylanmalar mavjud bo'lsa, hududlar farzandlari qaror berishimiz bor. Hududlar ko'p chiqadi, bank aylanmalari mavjud bo'lsa, degan chiqarib beramiz. Jamiyatning rahbari bo'laman. Men o'sha aka boshlayotganda Men bank aylanmalari mavjud bo'ladigan bo'lsa, 20% imtiyozga shuni qaror asosida bajaramiz. Hududlar solishtirishlar taqdim etamiz. Endi masalani chiqarishamiz. Men shogirdimdan qog'oz berishni so'rayman. Kabullar mavjud ishlaysan. Yo'q, ishlayman. Boshqa so'rab berasiz, muammomizni, taklifini ham ochiq qilib, chiqarib beramiz.